بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى واختلفوا أيضا في الصلاة على الشهداء المقتولين في المعركة حقيقة إسلام شن جهاد قلب جاندا شهيد الله نماز شرمدوق شممدوق اختلاف قلب فقال مالك والشافعي لا يصلى على الشهيد المقتول في المعركة ولا يغسل يعني إمام مالك الشافعي يغسل لقنا وتبيت كم مسلقه جمعة مزجان أساس اتفاق كلده Ebu Hanife mi ittifak bununla? Lekin eğer ki mesela şehidin namazını düşüremdik, namazını düşürmeyelim, şu biz kümbetemdik. وسبب اختلافهم اختلاف الآثار الواردة في ذلك وذلك أنه خرج أبو داود من طريق جابر أنه صلى الله عليه وسلم أمر بشهداء أحد فدفنوا بثيابهم ولم يصلي عليهم ولم يغسلوا bu متفق عليه hadis. Lafzısal yambosun lekin متفق عليه. وروي من طريق ابن عباس رضي الله عنهما مسندا أنه صلى الله عليه وسلم صلى على قتلى أحد وعلى حمزة ولم يغسل ولم ييمم. bu bir rivayet. وروي ذلك أيضا مرسلا من حديث أبي مالك الغفاري. مرسل رواية قلنغاندر. الكريسة مرفوع رواية قلنغاندر. وكذلك روي أيضا أن أعرابيا جاءه سهم فوقع في حلقه فمات فصلى النبي صلى الله عليه وسلم عليه وقال إن هذا عبد خرج مجاهدا في سبيلك فقتل شهيدا وأنا شهيد عليه مشندا شهادة ورب رسول الله شهيدلكيga namazını düşügen مشندا hadisler kelgen namazını düşügen düşürmegen degandek hadisler kelgen Ya dua kıldı ise sel tekellüp olup oldu. Yani namaz işe salatul cenaze al maruf aşınga ketidi. Namaz okumaydı digende dua kılgandı. Aşında deppa kıldı. Namaz okumadı digenler cumhur bu Resulullah sallallahu digenden de dua kılgandı. Lekin o şeriatga namaz deb tushunish kerak buni. O'zingning qilishimizga to'g'ri kelmasa, yo'q bu duo dedi. Ani to'g'ri kelgan chog'da yo'q bu namozda. Deb bundalam o'zgarib olsam bo'lmaydi. Bu vaqalikda Rasulullah jangda bu Arabi bilan qatnashgandi. Billa nima qilib Rasulullah bilan billa urush chiqib, urushib orliqda ve o'taga vaqtda o'ljagan xoma binasini masalan aman yegan deb bergan vaqtda bu Arabi nima debdikan? Mattaba'tuka ala hada debdikan. Men bu xomaga erishay deb ergashmagan sana. Balki ma'nida etilab deb ya'nicho ma'nida etilab mandayaga tegib undan bunda ulashishni ergashgan deb birini ishorat qilsa Rasulullah agar rasul bo'lsang Alloh taolo sana shu rasulligini qarata mukofot beradi. In tasduqulloh yasduqka debdi. Shundan keyin g'achchida yana jang boshlanib ketgandan keyin qarasa Rasululloh surish qildimi ish qilib uni xabari ishorat qilganga o'qtiga shahid bo'libdi ekan. Sonra Rasulullah undan bu mana Alloh yo'l jihad qilish uchun chiqqan banditda bu shahid men bu bunga bog'liq beraman shahidligiga. Tamam bu hamda haqiqiy niyati zodi aşı chiqiblan bu Rasululloh bilan jihad qilgan bir o'laycho deb mushindan o'ylab chiqqan holatda bo'lgan ekan Rasululloh bunga guvohlik berib namozini tushigan. Bu hadis sahih bo'lsa talash tatsam buni kesirdi. G'alib tugaydi. Endi yana bir hadis var mı ya da? Hazır malumuz demidiğo Rasulullah aş Uhud'da şehit olgan 70 nesabıma 73 degan bağır var. Şulga 78 yıldan keyin chiqib namozini tushigan deb Sahih Buxoriyda bor. Yani muttafaqun alayhim. Bu Hanifi mazhabining bir dalili. وكلا الفريقين يرجح الأحاديث التي أخذ بها. Demek bir grup hadisler, bir grup hadisler hemisi özde ağan hadislerini racih deb qaraydi. وكانت الشافعية تعتل بحديث ابن عباس هذا وتقول يرويه ابن أبي الزياد وكان قد اختل آخر عمره. Demek bu İbn Abbas'ınki namaz düşüde degan hadisini nima demakchi? Aciz deb qaramoqchi. İllet var bunun da. Çünkü İbn Abi Ziyad bu ravisi ahir ömürde erişip kalgadımdı. Şuna rivayetine ikizbas kıyımdan kılıçı mümkün dep bakkan. Ve kâne şu'be yata'nu fîh. Şu'be mu? Bulmaydı bu adam dep tanık baktı ki. Demek bunun ravisi aciz bu hadis aciz demekçi. Bu Nesai hakim rivayet kılgadız. Şuna ve emmel marasil feleyset endahum bi hücce. İkinci bir hadis var mı? Mürselender keldi.
Abi Malik el-Gıfari'den Mursal'ın rivayet kıldı degan. Bu Mursal hadisi onun nazarida hujjat emas edi. Kimning nazarida? Shafi'i. Amaliyotda hujjat emas deb bundalar naqlat qilinmaydi. Mursal degan xil ko'p olimning nazarida hujjat bu. Hozir unda divag'im bilan mesela İmam Ahmad hujjat deb qaraydi. İmam Malik hujjat deb qaraydi. İmam Abu Hanifa hujjat deb qaraydi. İmam Shafi'i va shartli topilsa hujjat deb qaraydi. 4 shart bilan. Demak asos hujjat deganga Mursal degan shu mutlaq mursal shu. Mursal ha. Sahabe tashlab qo'yib tabi'i qala Rasululloh deb ketganmiz. Mursal tabi'i olam da shu. Peki İmam Shafi'i mursal olsa bir narsa shartni qo'ygan, kibar tabi'in rivoyat qilgan mursal o'z qabul qilman dedi. Hasan Basri, Said ibn Musayyib'dak bunu olsa men qabul qilman dedi. Yani mutlaq o hujjat emas deyilmaydi. Yani ba'zininki mursali musnaddan kuchliklari bor. Masalan, İbrahim an-Naxai va Qasim birsa debken. Men bir sahabdan hadis olsa bir ya ikkidan deydi. Qal fulan an fulan ya samiat fulan deb ismini atab deyman. Agar 10, 15, 20 munda jiq sahabdan algan hadis olsa, onun ismini atab bir deb atab o'tamaylam qala Rasululloh deydi. Demak, buningki mursali musnaddan kuchli deb bunda qaraydiganlar bor. Ba'zi tabiinlar hammasini emas. Chunki ba'zining odati shu. Bundan keyin bu mursalni hujjat emas deb mana mutlaqlan bunda nima qilishi toza ma'qul emas. Endi bu yerda mushadisni ilib aytsak, endi Uhud muska. Ibn Majah al-Hakim rivoyat qilganida sallallohu alayhi Uhudda masalan 9 odamni bir qo'yib Hamzani birga qo'yar. Yani 9 odamni apirut ko'mbitib, yana 9 nakilar Hamza bilan birga. Va Hamzaga yani 7 qatim takrar namoz tushigan. Bunda Hamzaga bakki echinishlik o'tirib emasmi? O'tirib, kerak jigirini so'rib, chaynab, tükürütüp, manda qilgan bo'lgan ekan, Rasulullohni bak echinib, agar ayollar bakkamda yig'lab parishon bo'lmasin desam, Hamzani ko'nmayman deb ashu pichar qishdi, yeb bundan tashlatdi. Lekin o'ydagi ayollar urug' qolgan baklam echinib no'q ketmasin deb, degirganmasin deb ko'mbatdayim dedi. Amaliyotdan da aniga bak achchiq kelganlikdan ishqa. Ko'nmay qilsam uzun dashattirib qaqin taqim. Ashuni o'tdagan masalan Mekke müşriklere şulgan Allah Teala'nın rezimi taziyaq so'nimaç. Inda qo'yib qo'ysa, adatan da uni ko'rsimi, yo'lovchilik ko'rsim va o'ttasan, bundan qilamsa, deskep qila holat bo'lgandan keyin urushdanmi, normal urush va bak urushim bo'lganda. O'g'andimam da o'z yo'lda umamsa, bundanmi qilamiz degandek o'ttasanmi, mushrik bo'lsimi, bundanmi qilishvami deyildigan holatda bo'lgandan keyin buni endi qo'yib qo'ydi. Hech bo'lmasa da Mekke müşriklar uchun bir satishdan bu. Yani arnumus hesaplanır. Bütün dünya pürketilen gap. Hazırın pürketilmez. Hazır kadar biz şuna sözlep oturmuz. Yani şunun kılmışıdır. Demek hem de şunun bunda rivayet kılıngan. Lekin buni acizrak deb qaraydi. Bu hadislarni chu. İmam Şevkani'nin debdi. Ama hadithul Arabi falam aqif lil mani'in min as-salat alayhi ala cevap. Bu sey debdi. Hadis sey. Şeytning namoz tushirilmaydi degan mushadisga hech qanday javob topolmadi. Şunu bizden var dese, binasiyim. Lianna qatlahu fil ma'raka, yani liannahu qutila fil ma'raka. Şuna ma? Beyne yedey Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve semmahu şehiden ve sallallahu aleyhi. Resulullah'ın köz aldıda canda şehit kılıngan. Resulullah şehit dedi. Men başım guvalık kırman dedi. Namazın düşüyordu. Bunun başka kuşlukları bulamdı o. Yani bu hadis aciz yanında deppakalı olsa ama Abu Davud rivayet ki hadis olsa Abu Davud yapkımıgan mı? Ya onda ya bunda hadis demegen. Sekete anhu Abu Davud dep koydu o. Abu Davud rivayet bulab ayağıda yapkıma jim tuğan bolsa bu adet hasen derecelik oldu. Bu anda illet bak onda aciz divet kılınmalı hadis olsa şu an. Munzirima yapkımaptıken. Daha sekete anhu Abu Davud vel Munziri olgan iken bu hiç bulmuş hasen derecelik emel kılınmalı hadis oldu. Şu İmam Şevkani mi? Şanifi mezhebinin şehit namazını düşürmez diye karışına yaptık. Şunu tercih Neylül Avtar diyen kitabına. Demek bunu karışsak mı? Yani Pimaz'ınki karışı callak. Yani ne için Uhud'da şu çağda namazın düşürmegen dese, Resulullah yarda olgan. Yani Pimaz hepsikiler mi? Bana köz baktı. Resulullah yarda olgan. Başka nurgun sahabı yarda olgan. Yerip çarçap aldın ketken. Aramızda bulanmalı. Sonuna cepat atıp konumuzda bu çağda ümbüdü vergen dep baktı. Lekin qandalan bo'lsa keyingi ahvol nima? Namozini tushirdi. Davoni keyin hech bo'lmasa keyingi muqimlashqa hukm namozini tushirish desak. Bu shahidga yo'q, bu shahidga namozini tushirmasang bo'ldi, bu ahya inda robbihim deb mutrabti jumhurlar. Mesela bal ahyan inda rabbihim yurzaqun.
Endi sen de bir mezhep fikirlaptı. Hemse ahyan anda Rabbim rızıkımız aile başkalarının nikahını musulda mirasını taksim kılmayla mısa? Bunda da durur. Diken bulağa da İslam aklımın içinde muşahında şehitler İslam'ın menfaatçinden de cennet fidakârı olarken namaz okup onun takım dua bir duamız yani. Demek dua ne degen? Ona muhtaç yani. Şehit olsun başka olsun demek. Yani Bukhari, Seyyid Bukhari rivayetinden hadiste Ukba ibn Amr radıyallahu anh rivayet ediyor. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kharaca yevmen fasalla ala ehli Uhudin salatahu alel meyyit thumma insarafa ilel minber fekale inni faratul lekum ve ana şehidun aleykum ve inni vallahi la anzur ila havdil an ve inni uatitu mefatiha hazainil ard ev mefatihal ard ve inni vallahi ma akhafu aleykum en tüşriku ba'di velakin akhafu aleykum en tunafasu fi hada. Yani bu hadiste fasalla ala ehli Uhudin salatahu alel meyyit. Ada dua qilganda deb qolmang uchun salatahu alal mayt. Manda ehtimollikni nima qilyapti? Hanbalilar shu jumhur namoz tushmaymiz degan. Demak, Uhud 3-yili Shavolda bo'libdi keyin. Bu Rasululloh namozini tushigan vaqt, Rasululloh vafot bo'lish yaqin yillar. Ya'ni 8 yil atrofida deb qaralibdi, ba'zi 7 yil deyish mumkin. Ulamolar bir aqab qo'ydamiz. Yani kal muadda lil ahya'i vel amwat demek. Bu ham da Hanefi mazhabiniki delilini canlandırdıgan. Bukhari'deki hadis. Ana va ikinci mesele olsak, vaqtalafu mata yusalli ala tifl. Faqala Malik la yusalli ala tifl hatta yastahilla sarikha. Bu aqala deyli. Bu aqal demekçimiş. İmam Malik işte tirik tug'ilsa demekçi. Tirik tug'ilgan bo'lsa, andin namoz o'qimaz. Yestahil degan tug'ilgan chaqda ovoz bilan yig'lab to'lab tug'ilgan bo'lsa demak. Har qanday bola tug'ilgan chaqda bir yig'laydi-ku. Yig'lamasa uni paq-paq urib yig'iltadi uni. Chunki tirik emasmi, bunun bir jambamı sada chiqamda o'qishun bir ovozdan anglab baqadigan gap. Shunga oyinda tirik tug'ilgan bo'lsa-lam, tirik tug'ilgan bo'lganning hammasiga namoz tushirmaydi demakchi. Va bihi qala Shafi'i. Shafi'i shunda dedi. Mishadan mazhabini naql qilishda sal izbaslik bo'lamish. مش مسألة. وقال أبو حنيفة يصلي عليه إذا نفخ فيه الروح وذلك أنه إذا كان له في بطن أمه 4 أشهر فأكثر. مش قراش إمام شافعي قرشه. يعني بمذهبنا غماس. يعني بمذهبنا ماذا؟ إذا ولد المولود ميتا eğer ülek tuğulup qalsa o çağda okumayız. Eğer tirik tuğulsa okuymayız. Şuna yaklaşıdı. Okşaş. Malik'ninki okşaş. Şafii'nin 4 ay degan gapni Shafi'i qiladi İmam Ahmad bilan. Abu Hanifa degan gapni Ahmaddan qarashash. 4 ay degan gap bor. O'sha İmam Ahmadning Shafii'ning so'zi. Shafii'ning kitoblarida endi Shafi'i qavlan as-sahih misli qavlul Hanafiyya. To'g'ri qarashda İmam Shafi'i va Hanafi bilan billa. Tirik tug'ilsa, endi o'qiymiz, o'lik tug'ilsa o'qimaymiz deydi. Yani bir qarashda in mada 4 ashhur وتخلق وتصور يغسل ولا يصلى عليه وقيل يغسل ويصلى عليه yani demek aşağıdan işki qarash var ekan. 4 ay o'tgan bo'lsa degandami yughsal va la yusalla alayhi degan namoz tushmaymiz dedishmi? Yani bir nimasidan yughsal va yusalla alayhi deb ikki sahih qarashning yana birisining istidiki yana birisi ekan. 4 ay o'tgan bo'lsa, jon kirgizilgan bo'lsa, midilg'anlan bo'lsa namoz tushirmaydi degan qarash Shafi'ninki ikki qarashning birining yarmi ekan. Ani İmam Ahmad mı degan qarashmish. 4 ay degan gapni İmam Ahmad mı degan. Demak İmam Ahmad İmam Shafi'ning bir so'zi bilan billa. Abu Hanifa İmam Malik bilan Shafi'ning yana bir so'zi bilan billa. Ma kitobda hozir mazhabni qo'yib o'tdi. Namaz o'qitsa, yurgan bo'lganda yo'q. Ha, yurdi. Yo'sal alayhi. Ha, yani jan kirgizilgan bo'lsa, İmam Shafi'ning qarashida hozirqa Abu Hanifada ayrilib chiqqan yana bir qarashida jon kirgizilgan bo'lsa, yo'sal namaz Islomga Abu Hanifa qarashida namoz o'qimaydi-ku. Ketayda o'qasmi? Yo'q, tirik tug'ilsa unda o'qildi. Ha. Shu o'lgan bola yutib gapni qilmaydi, jumayda Yo'q. Çünkü namoz o'qiydi degandan keyin bir yuyish nimasi bor normal. Lekin men o'zim kitobning namasidan mesela qali Muhammad fil asl idza wulida al-mawlud mayyitan fala yughassal va la yusalla alayhi. Yani o'lik tug'ilsa yuyilmaydi, namoz o'qilmaydi. Yani tirik tug'ilsa yuyildi, namoz o'qirildi. Ve sebep ihtilafihim fi zalika muaradatul mutlaq lil muqayyad. Mutlaq degani o'sha irsulu degan, shunami? Irsilnaha degan.
Muqayyad degani unda kichik bo'lib qolsa, jumsang bo'lar, o'lik tug'ilsa jumsang bo'lar degandek muqayyad. Va dalganda ravot Tirmizi an Jabir ibn Abdullah an Nabiy sallallohu alayhi vasallam annahu qala at-tiflu la yusalla alayh. Mana muqayyad. Demak, jumlar degani kichik bo'lsa jumlarda taqid qo'ydi. Va la yarith va la yurath hatta yastahilla sariqa. Demak, tirik tug'ilgan qadar o qo'saqdagi bolani o'lib qolgan bola unda miras elish namozini tushirish olmaydi debdi. Va ruya an Nabiy sallallohu alayhi vasallam min hadis al-Mughira ibn Shu'bah radhiyallohu anhu annahu qala at-tiflu yusalla alayh. Yani bir rivayette as-saqtu yusalla alayh. İşte laqa saqtu desak qo'saqdan tushib ketgan bola. Ko'pini o'lak tushib ketadi-ku. Başını demek. Ya tifl desam tug'ilgan bolani. Demak, ma'noda matiflu sallallahu alayhi degani hozir ig'sulu degan bilan hozir o'xshash keldi, nima? Mas keldi. Lekin at-tiflu la sallallahu alayhi degani taqid qilib qo'ydi. Tiflu buning sirtida tifldan boshqa cho'nglarni jo'nglar degan bo'ldi. Faman daba madaba hadis Jabir qala dalika amun va hada mufassirun. Jabirning hadisiga tutqanlar at-tiflu la sallallahu alayhi degani bu zaka amun degani at-tiflu sallallahu yoki ig'sulu degani umum. Umumni ma'lum tushuntirib berdi. Undan keyin kichik bola namoz o'qimaydi ekanmiz, cho'ng bo'lsa unda o'qiydi ekanmiz deganni tushunamiz debdi. Falwajib an yuhmal zalika al-umumu ala hada at-tafsir. Demak, shu umumni muqayyadga hukmron qilishimiz kerak. Ya'ni muqayyad bo'yicha tushunishimiz kerak umum dedi. Fayakun ma'na hadis al-Mughira anna at-tifla yusalla alayhi idha istahalla sariqa. Endi ikkinchi hadisning ma'nosini bo'ldi desa, shunda tushunishdan anada hatta istahalla sariqa dedi-ku. Ma'noda at-tifla sallallohu alayhi idha istahalla sariqa desa muvofiq tushungan bo'lmaydi demak. Hech qanday zidlik yo'q. Famandaba madaba hadis al-Mughira, Mughiraning hadisini tutqanlar, an tallablan nima qilganlar? Qala ma'lumun anna al-mu'tabar fi as-salat wa huwa hukm al-islam. Anta miyat namoz o'qishda mu'tabar o'g'ni musulmon bo'lishi, hayot bo'lishi, shunama vat-tiflu idza taharraka fa huwa hayy. Endi qo'saqdagi bolami midilab qolsa u tirik degan gap o'shimi. Va hukmuhu hukmul muslimin, qo'saqdagi bolami musulmon demakchi. Va kullu muslimin hayy idza mata sulli alayhi. Tirik musulmon bo'lgandan keyin har qanday o'lib ketib qolsa namozini tushirmaysiz. Farajjahu hadal umum. Shuna mush umumni tutdi deydi. Yani at-tiflu yusalla alayhi degan umumni. Ala zalikal khusus. Qasa at-tiflu la yusalla alayhi idza lam yastahilla sariqan demakchi. Limawda muwafaqatul qiyas lahu. Qiyas udilkaga ketgan. Qiyas nimatta shu har qanday tirik odamga qiyas qilmoqchi. Har qanday jonliq musulmonga deb to'xtamdi. Bugun bunda tarjihatli shu. ومن الناس من شذ وقال لا يصلى على الأطفال أصلا. Yani bazılar aşırı bizde küçük oldu dedi. O küçük olga, bu akılga namaz düşünmeyiz. Bu şun şaz. Saktulgan mı? Ve Abu Davud enne sallam lem yusalla ala ibnihi İbrahim ve huve ibnu 8 ashhur mana. Manda dedi qıptı. Abu Davud mana Resulullah İbrahim degan oğlu 8 aylık vaqtida o'lib ketgan chaqda namozini tushmagan debdi. Ve ruya fi ennehu salla alayhi ve huve ibnu 70 leyla. Yani bir rivayette 70 kunlik bo'lgan chaqda, yani 2 oylik bo'lgan chaqda o'lib ketgan chaqda namozini tushgan deb bir rivayet keldi dedi. Deganda namozini tushmagan, 8 oylik namozini tushmagan degan nima uchun namozini tushmagan desa, Rasululloh kusuf bo'lganlikdan kusuf namozi bilan mashg'ul bo'lib tushmagan deyish mumkin. Chunki shu Rasulullohning o'g'li Ibrohim vafot bo'lgan chaqda kun tutib qoldi. Kusifata limauti Ibrohim dedik işte. Ya'ni inna shamsa wal qamar ayatan min ayatillah la yankhasifani limauti ahadin minan nas. Fa idza ra'aytum dhalika fasallu wa tasaddaqu wa ad'ullaha wa dhkurullah. ممكن وصححه الألباني في الإرواء وفي الصحيحة وفي صحيح الواجب. سيكم. Dada acı konsak bırak ketken balının ki. Namaz çürümeydi o. Miras almaydı o ya ki miras almaydı. Ha. O mesele. Miras meselesinden mi? O teriklikке ispatlanmağından keyin miras almaydı. Miras kaldırmaydı. Mesela anı ölepti. Anı ölgenden keyin doktorlar aplashib g'achchida qo'saqtib balni ilib olibdi. Bala terikkan. Teriklik isbotlangan bo'lsa bizdan bo'lsin. Biroq buni to'sma. Endi u anadan balaga miras qoldi. Endi u baladan endi boshqa tuqqanlarga miras qoldi.
Endi vaqtalafu fi salat alal atfal masbiyin. Mesela urush oldu kafirlardan. Esirge aldı. Esirning ishida kichik olim bor, kafirning bolalari. Fadhahaba Malik fi riwayat al-Basriyin anhu anna at-tifla min awlad al-harbiyin la yusalli alayhi. Biz kichik bolani esirge aldik shunava. Ani bu ya bizning nimada o'lib ketdi, ya endi urushda bir qanday o'lib ketdi, bu chaqda namoz o'chiramdik, tushunmadik. Asli mushrik bo'lsa, kafir bo'lsa, ota-onasi o'lib ketsa biz tushunmaydi. Çünkü müşrik olgan ekan. Shunami? Endi bu kichik bol degan ota-onasining musti bo'lamdi yoki bu taqa u mushriklik qiyonimi degan doir desmidimi? Fitrat ustidimi? Fadhahaba Malik fi riwayat al-Basriyin anhu. İmam Malik'ten Basrilik şagirdleri, Basriyin degan şahada Basrilik şagirdleri bunda da bir riwayat. Anna at-tifla min awlad al-harbiyin la yusalli alayhi hatta ya'qil al-islam. Sevaun subiya ma abawayhi aw lam yusba ma'ahuma. Demek bu anda İslam tushunib, İslamni qabul qilib, da qilgan qadar uni namozini tushunmaymiz dedi. Seva subiya ma abawayhi aw lam yusba ma'ahuma. Yani ota-onasi bilan billa o'lja ilinsin, esir ilinsin yoki ilinmasin o'xshash. Va anna hukmuhu hukmu abawayhi illa an yuslima al-ab fa huwa tabi'un lahu duna al-um. Uning hukmi dazga agishtirmaz. Ata-ona musulmon bo'lmasa, ata-onasiga o'xshash. Yani mushrik hukmida demoqchi ekan. Dadasi musulmon bo'lib qolsa, tamam dazga agishidi. Onasi musulmon bo'lib qolsinmi? Onasiga agishidi deb qaraydiganlar bor. Chunki Islom ya'lu va la yu'alay. Yani ashraful abawayn dinan mana agishidi. Agishtirsan da Alloh foyda bor. Balning maslahati, foydasi. ووافقه الشافعي إمام أحمد بالله على هذا إلا أنه إذا أسلم أحد أبويه فهو عنده تابع لمن أسلم منهما. إمام شافعي إمام أحمد بالكم شنو قرأته أنا واسمه قاس إكسن برسة نقاس لهم أبلنا مصلحته أشو فور الدين كلام أعيشور تابع بلا ورده ده كلام مس أنسى مسلم بلا قاسم إسحاق على ما ذهب إليه مالك. لما إمام مالك درس كلام دكتوراغان. وقال أبو حنيفة يصلى على الأطفال المسبيين وحكمهم حكم من سباهم. Oljelgan anda şaqalla ölüp ketip qalsa namaz oquludu debdi. Bunun hükmü aşılını ölce ağalının hükmüne oxşaş. Mevla deymiz-go. Mevalihim bile oxşaş. Kim olacağın bolsa şu Müslüman bolgan eken, şunun hükmüde. Şunu tava oldu emasmi? Xuddi ata-onaga tava bo'lgandek bo'ldamdi. Mevla fulan deymiz. Wa hukmuhum hukmu man sabahum. Wa qala al-Awza'i idha malakahumul muslimuna sulli alayhim. Musulmonlar igi bo'lsa ularga, yani qo'lga tushganiga asir oldi. Undan birisiga taqsim qilindi bu. Shuning quli bo'ldi. Quli bo'lganga igi bo'ldimi? Igi bo'lib, ya shu igdachilik turiverdi, ya biz siksatish qilib musulmonlar igi bo'lgan bo'lsa, bo'ldi. Namoz o'chirmaymiz. Ya'ni idha bi'u fi sabil. Ana setib igdachilik o'sadi. O igdachilik o'tunish uchun shu g'animatning taqsim qilinib biz igi bo'ldi shunga. Qala va bihada jara al-amalu fi taghr thughur. O taghr degan shu musulmonlar diyarining eng chekchigirista kafirlardan tutashgan chegara rayon. Chegara mudafiya diyarlarda ashunda amal qilinib kelgan. Va bihi al-futya fihi. Yani şu joylarda shu tariqada fatvo berildi debdi. وأجمعوا على أنه إذا كانوا مع آبائهم ولم يملكهم مسلم ولا أسلم أحد أبويه أن حكمهم حكم آبائهم. من ده أول بمسا يعني bir Müslümanın ilgisi olamaptı. Ata-anasının Müslüman bulmağa ahvalda ata-anasıyla mülabqası olanında ölgen bolsa, bu çağda ata-anasının hükmünde okşaş bulduğu da ittifak yaptı. والسبب في اختلافهم في أطفال المشركين هل هم من أهل الجنة أو من أهل النار. Yani Müslümanın balları أهل cennet oldu. Haşvul cennet de bir var. Yani cennette anda cennetin toş kızdığan kişiler oldu. Anda kafirinin, müşrikinin balları çoğu dese bunun ihtilaf var. وذلك أنه جاء في بعض الآثار أنهم من آبائهم. من آبائهم yani مع آبائهم değil. هم منهم değil. Yani min آبائهم degine yani hum minhum deb kelgan Buxoriyning hadisida. Hum minhum. Ay anna hukmuhum hukmu abaihim. Demak, ularning hukmi shu ata-onasi qanday odam bo'lsa shulardan bular degan bo'ldi. Va dalil qawli sallallohu alayhi vasallam kullu mawlud yuladu alal fitra. Bunun ma'nosi shu anna hukmuhum hukmul mu'minin. Demak, bunun hukmi mu'minlarning hukmi degan bo'ldi. Kullu mawlud yuladu alal fitra degani bu fitratdagi bola bu. Undanki musulmon degan bo'ldi. Onundan lekin musulmon bo'lib tug'ildi degan gap kelib chiqmadi. Tug'ilishda musulmon tug'ildi deb chiqdi. Lekin keyin tarbiya qilib, buni ya Yahudi ya Nasara ya Majus qildi. Atfalning doyasi. Shu hamda hozir
başçı aletini aptandı. Yani bu başka alın ağandiken bu balagat gen çağdan bundan bulup çıkıdı diyen takdirde bunun gıçı Müslüman mı bu? Nasıl şu tuğanın balagat ketkiçi Müslümanda bir mesele oldu mu? Evet, bu ne demek şadir? Şöyle üstüne Şadir bu ne demek? Yani özü çoğunlap başka yoluna tallaydıgan terbiyelenip çıkan kadar bunu hükmü Müslüman adet turdu demek. Hadirde delkeltiriş teması şu. İmam Nevevi şu atfal müşrikin cennet kiramdu ya dozak mı diye meselede şıkıl karaş var. Birisi ular şu atanlar bilen dozak sırdı döptü. İkincisi tavakkuf ki. Fukamı doğup tuğalı. Delille tenkep taptı. Üçüncü karaşta atfal müşrikin fil cennet ala sahih. Yani İmam Nevevi için sahih karaştı. Bunun delillerinin birisi Seyyid Bukhari'deki Resulullah cennetlik geçirip ziyaret kıldığı bir darak çıktı, o darakın üstünden bir kasır adamı çıktı demez. Şu anda yuğan bir darakın üstü bir şeyh aksakal oturmuş, onun etrafında uşak valla nime ballı bolsa avladun nas dedik. Avladun nas yine yani feriştiler bu avladun nas dedik. Avladun nas yani Müslüman bolsun kafir olsun uşakları diyen manda. Dep bunu da ya atfal muslimin yanında demegen diken bu atfal müşrikinin öz içi alıdı dep qaraptı. ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا degan oyatni dalil keltirib sayy qarash musho deb andin Buxoriyda bir sahaba shin atfal mushrikin to'g'riliq so'raldi. Mushrikin hukmini mizadi deganda Rasululloh Allohu iz xalaqahum a'lamu bima kanu amilin. Har xil tafsir qilinibdi bu gap, lekin ikkinchi bir rivoyatga hum minhum degan Buxoriydagi hum minhum degan rivoyatga asosan buni urushda jang bo'lganda emaslar. Jang bo'libdi, endi shuni ushaqani o'ltiraldi. Jang deganda endi takkitdi, etildi urush qatnashgan bo'lsa o'ldiga. Ushaqallamam dema 10 yosh, 11 yoshmi ya o'qitishib turgan, batlashib turgan ishlar bor. Ya o'qat oladiganlar bor. Davonkin shu chaqda so'ralganda hum minhum deb ekan. Buni olimlar hum minhum deganlik ata-onasimi urush qatnashganda. Buning shu jangga yordamlashib bergan, bularmi ashullardan o'xshash degan bo'ladi. Bu urush qatnashgan ahvolda shunda degan bo'ldi. Mutlaq degan bo'lmaydi deb bunday. Yo'q, hadislarimizdan kim buni Rasulullohning jahiliyat kishki bo'lamcha deb so'rsa, do'zaxda bo'ldi deb sanam og'ash bo'lamcha jannatda bo'ldi. U ota-onasiga qatorda bo'ldi. O'sha bir hadis o'qigandan keyin balki ular balog'atga yetib bo'lib ketgan bo'ldi. Chunki Xadijalarimiz 40 yoshda Rasululloh bilan to'y qilgan. Bu 40 yosh balki 10 necha yosh bolalar bor bo'ldi, shu chaqda keyin o'lib ketgan bo'ldi. lekin sanam bo'lgan bolalar deb so'rsa. Tamam, sandan bo'lgan bolalar o'zlari jannatda. Hozir sizning deganlari hozir başqildan bo'lgan bolani demakchi. Lekin u bola u cho'qim bu holat o'lib ketdi degan gap yo'q. Balki cho'ng'ilab o'lib ketgandir. Endi sabiy holatda o'lib ketgan degan rivoyat bormi? Balki emas. Buni ahli fatraga sarf qilsa belki yani. Hem de yani bir mesele o'tdiqmi? Ve amma man awla bit-taqdim lis-salati ala al-janazati faqila al-wali wa qila al-wali. Namazda tushirishga eng haqli kishi kelgan ahlimlardan, imomdan mesela. Ruh tuqqanlashida kim desa ba'zilar al-wali debdi. Yani şu meyitninki eng yaqin tuqqani deydi. Bu İmam Şafii'nin qarışı ekan, al-Vali degan. İkinci qarış vaqil al-Vali degan Malikiyaning qarışı ekan. Ana ba'zi al-Vasi muqaddam unda deydigan bo'lishi mumkin, bu İmam Ahmedning qarışı bo'lishi mumkin. Faman qala al-Vali shabbahahu bi salatil jum'a min haythu hiya salatu jama'a. Bu vali deganlar Malikiyada bu juma'ni o'qishib, shu vali, shaharning valisi eng haqli. Shaharning valisi bo'lmasa, shu vali tayilgan immoqin. O'sha haqlidir. فمن قال الولي شبهها بسائر الحقوق التي الولي أحق بها. Bunu başka haklarga o'xshatib, vali shu kishininki haqlarga eng yaqin ega chiqadigan kishi shu-da, undan shu haqlar deb qarabdi. Misli muvaratihi va dafnihi. Masalan, shu yerlikni uzib qo'yashamasa shu nima deydi? Valining huquqidan bo'lgan ekan, namoz tushirishmi shunda debdi. وأكثر أهل العلم على أن الوالي بها أحق. أن كبتلك عالملا والي بكرك أخلاق. يا كان والي عادة تشمس ما لقى والي تايلدين مسجدك إمام. والي تربيتن تايلدين ده مسمى. الإمام الراتب ديله. قال أبو بكر بن المنذر. أبو بكر بن المنذر صاحب كتاب الإجماع والإشراف والأوسط واختلاف العلماء.
وقدم الحسين بن علي رضي الله عنهما سعيد بن العاص وهو والي المدينة ليصلي على الحسن بن علي. Hasan radıyallahu anhu vafat bo'lgan chaqda qarindishi Husayn radıyallahu anhu namoz tushirishga Madinaning valisi Said ibn al-Asni oldiga chiqarib ketgan. Demak, ma'noda vali qilib valiyni qildi. Ama vaqala laula annaha sunnah ma taqaddamta. Sunnat olmagan bo'lsa sen tushirib jumaytdan o namozni mendan ashmaytda sana. Sunnat olgan sen tushirgan deb ana ba'di demoqchi. Endi sunnat degani ham shahada Rasulullohning sunnati mushu degan shayga apasak, bu chaqda marfu hadisi hukmi bo'lib dalil bo'la oladi. Qala Abu Bakr va bihi aqul. Abu Bakr ibn al-Munzir mushun tarjih qildi. Men mushun tanlayman debdi. Va aktharul ulama ala annahu la yusalla illa ala al-hadiri. Mawa başka bir mesele ötüp gitti. Mısır'da mescid imamları cenazemizi okuyumuz hazır dep onun şu meyitning urug' tuqqanlari olsa, namoz tushiradigan olsa chiqsa deb sho'ldan birisi o'qiy deb qolsa, oldin shunga yo'l qo'ydi. Shunga o'rin bo'sh turdi, shu tushirdi. Agar oldin xolimasa yoki namoz tushiradigan odam bo'lmasa, o chaqda imomga ijozat qilsa, imom o'qiydi. Bu da Shafiy bo'lgan ekan. Ama shu jumhurning qarashi imomga bakraga yo'l qo'yishgan. Ba'zan diliqi namoz tushiradigan imom fasik, nachar odam bo'lib qolsa, ba'zi xalq xohlamaydi. Men dadamga bunda bo'ylab namoz tushirmasa deb. Yaxshi ko'rmaydigan nachar bunda imom bo'lib qolsa, tushirmasa deb o'zim tushirma deb tursa, bu haqli. Hamda ma'masilda aktar ulama ala annahu la yusalla illa ala al-hadir. Salatul g'oyib masalasi. Meyit boshqa yerda biz başka yurtda turib, uni namozini tushiramiz, tushirmamiz deganmiz. Ko'pchilik olimlar meyit bor bo'lsa, shu yerda tushirmaymiz, bo'lmasa tushirmaymiz deb qardi. Yana ba'zilar yusalla alal g'oyib, teshimiz yo'q bo'lgan meyitga namozini tushiraveramiz debdi. Yana bir qism olimlar da menda zikr qilmadi. Agar shu meyit bor yurtda namozi tushirilmagan bo'lsa, namozini biz g'oyibdan tushiramiz. Bu yerda tushirgan bo'lsa, tushirmaymiz. O'ttir tug'illan. Bu İmam İbn Taymiye İbn Qayyim rahimahumalloh'ninki tercih qilgan qarashi. Amaliyotda Najashining voqealigimi mushuni ko'rsatdi. Ya Mavla yusallalul g'ab li hadithin Najashi debdi. Najashining hadisiga asosan yusallalul g'ab deb mutlaqlan. Amaliyotda Najashining shu yurtda namoz tushirmagan bo'lishi mumkin. Rasululloh bir kuni shu Najashi o'lib ketgan kuni musulmonlarga Najashining o'lim xabarini qilib qarindishimiz Ashama bugun o'lib ketdi, namozini tushiraylar deb to'rt takbir bilan namozini tushirgan. Najashining ismi Ashama, Buxoriyda kelgan. Endi ma g'oyib o'qimaydiq deganlar bu Najashining ishi qanday tushuncha berisizlar desa, birinchisi u yurtda namoz tushirmagan. U yurtda musulmon bo'lmagan ekan, shu Najashi o'zi musulmonda, boshqa xristianda. Ular tushirmagan ekan, Rasululloh payg'ambarlik sufatidan shu kuni xabar toptirilgan bo'lgan ekan. Biz duo qilib musulmonlar boshpana bo'lgan qarindishimizda namoz tushirlar deb namoz tushirganmiz. Bu bir. Ikkinchisi yana bir qarashda ba'zi rivoyatda tuyatlahul ard, zuyatlahul ard deb unda kelgan. Ya'ni zimin yaqinlashtirilgan, qatchida shu Najashining mudisi jasadi Rasulullohning oldidan keltirilgan, aynda holatda o'qigan. Bu Alloh taoloning qodir bo'lgan ekan. Yana bir rivoyatda shu Madinaga zada shu jasad shundan oldiga keltirilgan shu chaqda. Jibril qanton seyirdan shapda qo'ysa mumkin bo'lmaydi. Bunda qilgan deb Najashining misli bunda. Lekin tuyatlahul ard, zuyatlahul ard deganni o'qimasaqmi? Oyada namoz tushirmaganligi men tushirgan degan shu sal jallaqam. Shu Imom Ibn Taymiye Ibn Qayyim rahmatullohi alayhi bular mushuni tarjih qilgan. Amaliyotda salatul g'oyibni o'qiymiz deganligiga Hanafi mazhabdagilar javob berib, unda o'zi Rasululloh vafot bo'lgan chaqda nima uchun butun boshqa shahardagi musulmonlar Rasululloh salatul g'oyib o'qimabdi ekan? Ya Abu Bakrga, Umarga, boshqa yurtdagilar. Unda olgan bu, bunda ayrim ahvol bu Najashining bo'lsa. Bu bunda tushunishga bog'liq ishimdi. Najashiga bunda yo'q chaqda bunda g'oyib o'qigan deb bilan qulog'imizni taqilib bilan men bunda deyman deb turarsak, bu menda ixtiyor. Lekin menda raq tushunsak, bu mumkinchiligi bor gapim tahlil qilsa. Vel cumhur ala anna zalika khasun bin Najashi wahda.
Köpçülük alimlar bu Nacashi qasdi deb qarashning sababini nima desa, unda nurg'un ahvoli bo'ldi. Rasululloh ularga, yana Rasulullohga, masalan, Abu Bakrning jiq sahobaga hamma shahardan miyadi undan namoz o'chirish bo'lmadi. Uning qeshdi zoti namozini o'chirgan musulmonlar bo'lmaganlik uchun bunda o'qigan shu xos. Agar ashuna musulmonlar yo'q yerda o'lib ketgan, kafirlik deb qilib musulmon bo'lib qolsa, o'chada namozini tushirsan bo'ldi. Vaqtalafu hal yusalla ala ba'd al-jasad. Masalan, o'lar deganning ba'zi urushda yerim bor, yerim yo'q, kallasi kesib ketgan, badani va qo'li kesib ketgan, yo'ndi biliq yetgan bo'lsa, yerim qolib qolgan, masalan deydi. Unda ahvol bo'ldi. Urush yoki nimalar. Unda bir jasadning biri parchasi bo'lib qolsa-mu, namozini tushiramdiq, tushirmamdiq degan qarashgan. Wal jumhur ala anna yusalla ala aktharihi li tanawul ism al-mayyit lahu. Meyyit o'g'illikdan o'lagadan deyish uchun hamda jismning ko'p qismi bo'lishi kerakdir. 20-jiqroq qismi deb qarabdi. Va man qala innahu yusalla ala aqallihi qala li anna hurmatul ba'd ka hurmatul kull. Chunki hamda buning bir qismining hurmatimi, bir parchasining hurmatimi butun insonning hurmatiga o'xshash. Bu o'g'illikdan namozini tushiraveramiz debdi. La siyama in kana zalikal ba'd mahall al-haya. Ularma hamda shu bir parcha hayotlik bo'ladigan bir joy bo'lsa, bo'ladi. Chash degan bayroq talashlar cho'g'i. Bizdan chechilam pishirib qopdim. Uni mahall hayot deb lekin qo'l tutulib qolsa bu hayotlik batdi bunda odat bunda. Va kan mimman yujizu salatul g'ayb. Demak ham bu parchasi deganda ham qo'l kesilgan, balki adam saqlagan ekan, adam o'lmagan ekan. U qo'lga tushirish emas, namoz tushirish. Ko'mib qo'yadi. Hamda udagdan boshqa jismni tepolmay, qo'llam qopqapti masalan. Bunda ahvolda undan shuni tushirish. Birinchi qarashchilar badanning 20-jiqroq qismi ushirsa, undan tushirmaydi. Va kana mimman yujizu salatul g'ayb. Demak, bular salatni g'ayb o'qiymiz degan bo'lsa, unda shuni o'qiydi demakchi. Yani hozir mana pishparchi tepildishdan o'lakning ko'p qismi yo'q. Bir qo'llam ushirdi bizga, o'lakning boshqa jismi yo'q. U jismi nerdan? G'ayb. Bu yerda. Zamanki salatul g'ayb o'qiymiz deganlar, o'lak bir yerda bo'lmasa, uni qo'lda olsa o'qiyirmiz debdi. Lekin salatul g'ayb degan narsa o'qimaymiz deganlar, bu bir qo'lga doim o'qish yo'q. Hech bo'lmasa o'lakning yerim parchasi bo'lishi kerak. Bir nimada rivoyatda shu mavqatul jamal bo'lgan chaqda sahaba ya tabi'in bizning jangda o'ltirilganlarning bizninki bir qo'li kesib ketgan. Qo'li kesib ketsa bir qo'sh hamda ya bir kutma ya qachiqmi bizsa shu og'anchilar buni Madinaga mo Makkaga mo bir shaharga tashlar ekan. Kuchuk shu bir joyga tashlar ekan. Tashlagan ekan bu shaharliklar shuni namozini tushirgan debdi. Shu bir qo'lni. Bu qo'lni qanday tunib tursa shu sağ üzük varken şu üzükten bunun kimligini tanıp çıkıp namazını tushirib turadi. Lekin bu namazını tushirgan bunda ahvol bo'lsin da bu shu chaqda tushirganlar u ma'sum shuning sharikdan sharaf belgilangan kishi bo'lmagan ekan. U jamoasmaydi. Al-faslu thalithu fi vaqti salat al-janaza. Unda janozaga qanday vaqtlarda namoz tushirmaysiz? Qanday chaqlarda namoz tushirmaydi? Cheklangan vaqtlar bor. واختلفوا في الوقت الذي تجوز فيه الصلاة على الجنازة فقال قوم لا يصلى عليها في الأوقات الثلاثة التي ورد النهي عن الصلاة فيها يمكن شخوات قندا تكليشكن جاغد كتوات قنجاغد وهي وقت الغروب والطلوع وزوال الشمس يعني تكلنجوا على ظاهر حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه 3 ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيها وأن نقبر موتانا تبلا بايغداندن kun rosjalliq nur chechib chiqqan qadar ko'tarilgan qadar ondan kun tiklashgan vaqtda ondan kun kirayotgan chaqda degan. Va qala qaumun la yusalla fil ghurubi wat tulu'i faqat. Bu ikkisidan o'qimaymiz, ammo kun tiklashgan chaqda o'qiymiz demoqchiman. Va yusalli ba'd al-asr ma lam tasfar ash-shams. Bu 5 vaqtninki birisi deydi hozir. Isfirar, karaha vaqti. Kun sag'irib qolmagan bo'lsa o'qiyveramiz. وبعد الصبح ما لم يكن الإسفار بمدتين كموا tam yurmagan bo'lsa o'qiyveramiz. Lekin kun tiklashgan chaqda uni gapini qilmadimi? Faqat o'qiymiz degan o'xshaydi. Va qala qaumun la yusalla ala al-janaza fi al-awqat al-khamsa allati warada an-nahyu an as-salati fiha. Demak, bu 5 vaqtda o'qimaymiz debdi. Va bihi qala Ata va an-Nakhai va g'ayruhum. Yani cheklangan vaqt mush 5 vaqt bo'lgan ekan. Asli 3 andin kun sag'irib qolgan vaqtni
yana asrdin keyin. Shuni hisoblasa 5 bo'lgandan keyin mush cheklangan vaqtda o'qimaymiz. Farz namozlar, sunnat namozini namoztimalik tahiyatul masjid o'qimamdoq. Ba'zi birlarga qilgan namozni qazo qilish, ana masalada shu joyda o'qimaymiz degan talash tartib bo'lgan. Shunga o'xshashlar, ma masaladami cheklangan 5 vaqtda o'qimaymiz debdi. Va bi qalata va naqai va g'ayruhum. Va huwa qiyas qawla bi Hanif. Abu Hanifa dal shuna deyish kerak albatta. Chunki cheklangan vaqtda endi namozni o'qimaymiz deb turganlik uchun. Va qala Shafi'i yusalla alal janazati fi kulli vaqtin. İmam Şafii her qanday vaqtda tushiraveramiz. Lianna nahy indahu. Chunki İmam Shafiining nazarida bu yerda namoz o'qish cheklangan bu vaqtlar innama huwa kharijun alin nawafil. Demak bu yerda cheklash 3 vaqt ya 5 vaqt qarata cheklash bu nafliga tushadigan cheklash bu. Sunnat ya farz namozga tushmaydi demak. Shunday emas, tahiyatul masjid o'qiyversa, bu namoz hamda bu bir fardul kifoya. Islomma buni o'qiyversa, bunday degan. Ammo nafli xalqancha 2 rekat namoz o'qiya deb menda o'qsang bo'lmaydi deb bunday. Lekin hadisning soat degan hadisda masalan yoki kun chiqayotganda namoz o'qimanglar degan hadisning illati kelganda bu shaytonning ishga mo'jiza sezib qilgandek bo'ldi deb kelgan bo'lgan ekan. Bu jinoyat namozini o'qisam shaytonning ishga mo'jiza qarab namoz o'qigan bo'ldi deb mazalda buni yanlan cheklaydi. Ko'pincha o'sha sahobaning kattalarni kechida ko'mayotgan ahvol bo'ladi. Masalan, Abu Bakrning kechida ko'mayotgan, nechalarni kechida ko'mgan ahvol bor. Shuncha mashhur sahoba. Balki kechida ko'mash odatda ya bir aniq cheklangan ish emas, yoki saqlab tursa o'chaqda tomlat qo'ymoq ekan, arab deyilsa, ko'rib ketadi. Gachida yerligiga qo'yib o'tish uchun. Lekin ularni bir to'xtalib bo'lmay saqlagan. 3 kun saqlamay siz kun bitgan degan bog'i. Lekin saqlasam hamda cho'ng nimani o'ylab saqlagan bo'lishi mumkin. Al-fasl ar-rabi fi mawadi as-salah. Hamda qanda joylarda namoz o'qiymiz, qanda joyda o'qimaymiz. Vaqtalafu fi salat al-janaza fil masjid. Fa ajaza ulama. Hamda masjidda janoza namoz tushirish talash tartishlar. Hamda buni olimlar joiz deb qaragan. Va karihaha ba'dhum. Ba'zilar مكروه ديان منهم أبو حنيفة وبعض أصحاب مالك وقد روي كراهية ذلك عن مالك إمام مالك رواية قلنته وتحقيقه رسمي نقول إمام مالك مذهبنا إذا كانت الجنازة خارج المسجد والناس في المسجد جنازة سرطلب جماعة مشتن شدوسا عندن بنا يمان كوغان دمكتي جماعة çıksın demekçi. Kışıda oluş gerek. Cemaat müşten şiştirilip bunda koysam bombaydı demekçi. وسبب الخلاف في ذلك حديث عائشة وحديث أبي هريرة رضي الله عنهما. أما حديث عائشة فما رواه مالك من أنها أمرت أن يمر عليها بسعد بن أبي وقاص في المسجد حين مات لتدعو له فأنكر الناس عليها ذلك. سعد بن أبي وقاص لو كان شغدا ما مسك من دا أشرب أتونا من دعاء أزيد عائشة وجرسة شو مسجد إشتى ما اسمه ده مسجد من دا أتكلم من بدعاء الله يدبتك. دسا و جماعت او خنداگه میتوسا مسکه سرمدوق دب مندا غلغلق دیگان. فقالت عائشة ما أسرع ما نسي الناس ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن بيضاء إلا في المسجد. وسهيل بن بيضاء شو مسجد وقام اسمه رسول الله. أجب تزون تقبتها بخخلا. وأما حديث أبي هريرة رضي الله عنه فهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء له. أبو هريرة حديثتان ده مسجد جنازة وشيئا ونغا işlemi yok dedi. فلا شيء له diyen neyin gap? İhtimallık var. Günah yok diyen buluş mümkün, sevap yok diyen buluş mümkün. Lekin bu aciz hadis, qanday olmamışsın. Ve hadis Ayşe sabitun. Sabit mişanima? Mesela Muvatta'da rivayet kıldı dedi ameliyatda Sahih Müslim'de var. Daha sabit degende fi ahad as-sahihayn ve sabit demek ciddi. Ve hadis Ebu Hureyre gayru sabit ve gayru muttafaqun ala thubutihi. Lakin inkar as-sahaba ala Ayşe yedullu ala ishtihar al-amal bi khilaf zalika indahum. Debtandı lekin sahabalar oy bu qanday gap deb inkar qilib qoldi va meyitni masjidga ishramdi deb nuqig'ini yana shu sahabaning kallasida bu meyitni unda masjidga ishirish yo'qdi deganga bir singan dedi. Mashru'gan, tan taqilgan. Lekin bunda gap bor. Va yashad lidalik buruzuhu sallallohu alayhi vasallam lil musalla li salati ala najashi. Najashi namoz o'qigan chaqda shu nimaga chiqdi emasmi? Baqiyaga masalan maydonga chiqdi. Buruz ya'ni khurujuhu ila al-makan al-bariz ya'ni al-maydan demak. وقد زعم بعضهم أن سبب المنع في ذلك هو أن ميت بني آدم ميتة
ve fihi da'f. İnsanın ölüge bu hayvanın ölügidek meyta demek ekan. Özü ölüp kalgan hayvanga o'xshash deb qarapti. Yani necaset demek ekan. Mescitga kirish bo'lmaydi demek. Ha, necaset mescitga kirishga bo'lmaydi deb. Yani hukmul mayta shar'iy. Chunki ojizlikning sababi nima? Bu maytin necis deganlik shariat bekitgan narsa. Tushunami? Maytin pokiz yuvib, tozalab nomqisi pokiz bo'lishi mumkin. Lekin shariat necis dedi, tamam. Ve la yathbutu li ibn adama hukmul mayta illa bi dalil. Dalil olmasa onun mayti diyet kılınmaydı. Hem de ma yuqorqi masalaga munosabatlik gapdan da Abu Bakr Umar radhiyallohu anhuning namozi masjidga tushirilib chiqqan. Umarning shu masjidda nuqlatgan da hadisi vafot bo'ldi. Abu Bakr namozi masjidga tushirilib chiqqan. Wa lam yunkirin nas zalik. Şunun içinde Abu Hurayra baki. Demek bu yerda ishtihar amal o nima gap hozir aciz. Yani Abu Bakr'ın okugan tursa, ular unda qilgan turib ishtihar amal bo'lib ketmaydi. Ba'zilerde inkar qilgan bo'lsa, Hazrat Aisha shuni qarta degan bo'libdi. Endi ikkinchisi, vakara ba'du masalal janaz fil maqbara. Endi qabristonlik janozani tushirishni makruh deb qardi. Linnahil varid an salat fiha. Şu joydan da namoz o'qishdan chekilgan hadislar bor-ku. Mesela qanday hadislar bor? Sen al-ardu kullaha tahurun illa maqbara wal hammam degan hadis bor. Yana ij'alu fi buyutikum min salatikum wa la tattakhiduha quburan degan. Yani qabristonlik qilolmanglar, namoz o'qilmaydigan qabristonlik qilolmanglar demoqchi. Davoniga qabristonlik namoz o'qish bo'lmaydi degan bir nahiy bor demoqchi. Wa ajazal akthar li umumi qawlihi sallallohu alayhi vasallam ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Muttafaqun alayhi hadis. Bunda al-ard kullul ard demoqchi. Lekin qabristonlik bo'lganlikdan bir ba'zilar qabrga cho'qindiganda bir har xil ishni paydo qilganlik jihatdan makruh bo'lishi mumkin. O'qisa bo'lardi. Bu qabri ko'milib bo'lgan namozun shuydi. Bo'la yo'q, janozamiz tushmaysa qabristonlikda deb tursa mumkin. Yani birimizde nima? La'anallohu yahud va nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Degan bu qubur anbiya masajid degan bo'la shu qabristonlikning o'zini sajda qildiganda masjid qilib olibdi degan. Hozir bu tamsoqab bunda ko'p masjidlar ayrim bo'lgan ekan, bu qabristonlikning o'zini masjid qilib olganlik chiqmaydi. Demek illal maqbara wal hammam degan rivoyat bor. Kimshaning nahyil varid an salati fiha. Makruh desek bo'ldi. Al-faslul khamis fi shurut salat al-janaza. Yani 5. bölüm cenaze namazının tushirishning şartlari. Vattafaqal aktar ala anna min sharti at-tahara. Albatta shunama taharat olmasa bo'lmaydi. Aktar degani mesela ko'pchilik alın. Bir Sha'bi ibn Jarir bula taharat shart emas, bu odatga namoz o'xshamaydi deb turibdi. Kama ittafaqa jami'uhum ala anna min shartiha al-qibla. Hammaydan qiblaga yuzlanish kerak deb ittifoq qildi. Vaqtalafu fi jawaz tayammum laha idha khifa fawatuha. Tartilib kilayl deb qalsak, o jamoat namozni o'qib bo'ldigan, biz ulgurmaydigan bo'lib qalsak, tayammum qilish bilan o'qsak bo'lamiz. Suba turliq, qachon ulgurmaymiz deb tayammum qilsak bo'ladi. Chunki tayammum degani 12 kunda bo'ldigan narsa. Mana ixtiloflashib qolibdi. Faqala qavmun, mesela juyunishim bor bunda. Mesela junub odamga juyunib kelib, ondan janozani tushirsa, jamoat namozini tushirib bo'ladi. G'ach paq uriblam tayammum qilib o'qsa bo'lamdi demoqchi. Yani suv holatda, junalaydigan tartiladigan holatda. Faqala qavmun yatayammam wa yusalli laha idha khafa al-fawat. Tayammum qilib, ondan namoz o'qiyverdi, ulgurmayman deb qasadi. Va bi qala Abu Hanifa va Sufyan va al-Auza'i va jamaa. Qanday demoqchi bu ya shu valisin. Her qanday odam hozir. Velinam da yamanda namoz chiqmas deb gap o'tdi uni. Kechiktiradi. To'xtalmay junolay yoki tartib olay deb to'xtalaydi. Ko'pincha ahvolda. Vaqala Malik va Shafi'i va Ahmad la yusalla alayha bitayammum. Bu jumhur hamda tayammum bilan o'qilmaydi. Yani halal qudra demakchi. La yusalla alayha halal qudra al-miyah. Amma alaqa su yo'q masalan. Su ishlanmagan zat odat namozini tayammum qilib o'qiydi holatda tayammum qilib o'qiydi uni. Wa sabab ixtilafin qiyasuha fi dalika ala salat al-mafruda faman shabbaha biha ajaza tayammum. Yani man shabbaha dhahab al-waqt bi fawat as-salat al-janaza wa man lam yushabbiha biha lam yujiz tayammum. Yani misal farz namozni o'qishib qolsa bo'lmaydi deydi. Nima? Farz namozdan vaqt chiqdi deb qolsa tayammum qilsa bo'lamda. Bo'lmaydi aslida. Yani hozir ochtaroq ketmoq. De o'zining qarashiga o'xshaydi. O'zining qarashi bo'ldi deb qolganlar shuni o'xshatdi. Va man lam yushabbiha biha lam yujiz tayammum li'annaha 'indahu min furud al-kifaya. Salatul janoza farz ayn emas.
Sen okumasan o başka, onun başında mı okusun? Buldu. Ama men sünnet kifaya, yani sünnet kifaya deb qarasa, başka okugan kim buldu dedi. Farz kifaya sünnet kifaya degan bu talashdan o'tib ketdi. Wa shadda qawmun faqalu yajuzu yusalla alal janaz bighayri tahara. Taharasiz okusun buldu deb qaraganlar ki, o qavli Şabi. İbn Cerir Tabari'den rivayet qilib. Wa haula zannu anna isma salat la yatanawalaha salatul janaza. Bular da janoz namozi degan namaz bu namaz dairasiga unda kirmaydi. Namaz degan so'z janoz namozini o'z ichiga olmaydi. Va inna yatanawala ismu duo. Duo dairasiga kirdi bu debdi. İz kana laysa fiha rukun va la sujud. Çünkü bunun ruku sujud yok. Bu duadan ibaret debdi. Ameliyatı çoğu bu tekbir var, qiraat var, durut etish var, tamam, dua qilish va salom berish var. Undan keyin namozga yiqilishib qoladi. Yani Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de bunda وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا namaz duamdı. Tusallir gelsin duağı istiltaraydı doğru. Lekin müşahedemde normalde namaz da ataş mümkün. El-Bab-ı Sadis fi-d-defn yani kim bitişteydi. Ecma ve la vücubu d-defn. Elbette ya kim bitişoğluk icma var. Belki de Müslümanlar nurgun kafirler ya kümüdü. Köydürüp tıkaldım başkalar. Belki köydürüp külün kömüşü mümkün. İnsaniyatın işi tamamdır. Köpçülüke kümeş cihati ittifak. Müslümanlarlık icma var. Vel aslu fihi kavlu ta'ala elem necalil arda kifata ahyaen ve emvata. Biz ziminne terikle yaşaydıgan üstüde ülegli maaşının işige defne kılındıgan cuglaydıgan enda bir cay kımıdık mı demek. Kifaten diyen toplaydıgan demek. Toplaydıgan. Mesela ve en nekfite thawb de edisağı namaz turup kimni jig'olmaslik to'g'riliq. Mesela Arabning da sanglab turadigan nima cho'ng to'n bundan narsalar olsa abaydak mesela. Ruku secde qilgan chog'da jig'masa qo'lishamaydi. Shunda jig'olmanglar deyasiz var. Chachnimi jig'olma degan. Chachmasa bunda tushib turgan bo'lsa, chachma secde qildi deb chachnimi pumlimi deyasiz. Mishada an nakfita thiyab degandek mush kifatan degan şu anda toplaydıganını bildiriyoruz. Bizning fiili bo'lgan chog'da ishlarida transport chekish var. Ya o hamda bu özümüz paydo qilgan kashinlar hamda özümüz yana bir kashinlar hal qilishdan iborat. Qanday desamiz, asli bu azar kiyim kiysak, sal kanrak kiysak, unda tartmasaqmi rahat sezdi qila oladi. Ay ta kelgandikan, chaplab kelgandikan buni sal tartmatmasak, o'tgan chog'da o'tirolmay qolamiz. Şu anda bunun labudda min hamda. Çare yok. Bir hareket oldu, lekin hamda mayli oldu. Ameliy kestirdi. Ya onda ameliy kestirdi, namazın dairesini çıkartacak emas, lekin bu hamda özümüz paydo qilgan bir kashalar. Sal azar shim bo'lsa, sizlarda nima qilmasmi o'tira oladi rahat. Makro dairasi kiram. Rahat dairasi kiram. Ortiqcha bir hareket bo'lgandik. Namazning isloh sala bo'lgandikan, mayli lekin. Namazning maslahatidan hozirgi ahvolda. وقوله تعالى فبعث الله غرابا يبحث في الأرض واتلو عليهم نبأ ابني آدم بالحق قرب قربانا قابلا بالقصة وقندا كما قندا قام bu ulegine deb tursa Allah Taala qağdım bizni verdi bu ay bir ulegine bir qağı uleginden de enda yani kolabın kömgerligini göründü deb munda kömsem bo'lgan Allah Taala shu tariqada o'rgatgan. Ve keriha Malik ve Şafii tajsis al-qubur. Tajsis degan gej haqlash degan. Qashqarda gej haqlash var, gej haqlash. Yoki gej bilan unda yasab zinnatlab qilish degan. Jissi degan shu gej. Ve ajaz zalika Abu Hanifa. Misha ve ajaz zalika Abu Hanifa degan mishada sal Abu Hanifa'nın sal qarlab qo'ygandek turdi. Zaten yaman ko'rdi. Haramdan deb shundan qishdan geyib o'tib Yani bir mezhepte makruh şu. Makruh diyen şu bazı aram vardı yok. İşte Keriye Malik ve Şafii ve Ebu Hanife diye şikire kesildi. Çünkü Hanefi mezhebinin özünün kısmı da makruh tappa. Nakli kılıçta hatalık. Tatliyin olab qalsa, laydı suap qo'yish degan masalada jaiz deb qaralganmi bu? Hanefi mezhep, Şafii mezhebida shunda. Yani tanlangan qarashda tatliyin jaiz. Tatliyin degan laydı suap qo'yish. Chunki laydı suap qo'ymasa, yomg'ir chaqirib chirkib tudanda, o'rak ko'rinib qolgandan ishlar tulkilar ko'chilaydi yani. Bunday bo'ldi. Va kezalika kariya qavmun al-qu'ud alayha. Ustida o'tirishni makruh deb qaraydi. Va qavmun ajazu zalik. Ba'zilar jaiz deb qaraydi. Imom Malik va Abu Hanifa jaiz deb qaragan. Va ta'awwalu an-nahy an zalika annahu al-qu'ud alayha li hajati al-insan. O'tirish haqida chekilma kelgan tugo, etish kelgan tugo desa, bu tarat qilish uchun o'tirib qo'ymang deganlik ma'vodir.
Şuna Uygurca'mı şuna var da. Ya oturup koymanlar mesela. Bunda dese o tarih koyman diyen bu. Tamam? Şu maksat kılıngan demek çadır. Maliki mezhep bilen Maliki mezhebinin düşünüşü. Ve teavvelun nehy an zalik ennehu kuad aleyha li hacetil insan lil gaid vel bawl vel atharul varida fi'n nehy an zalik. Bu vaqt kelgan cheklama hadisleri hadis Cabir ibn Abdullah radıyallahu anh'a qala neha Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem an tajsisil qubur vel kitabeti aleyha vel culusi aleyha vel bina'i aleyha. Ravahu el-Cema gayr Bukhari. Bukhari'den başka maylar rivayet etmiş. Geç kalk kılış, üstü xatizaş, üstü oturaş, üstü gelip bina kılış. Muşam bunu çekligen. Bu haramlıkını bildirdi o demek. Ama bazı ulamalar culuska adet julus dep turaladı. Lekin bu julusning nimasi sahibi shunda tushundigan buni. Va minha hadis Amr ibn Hazm, yak Ammar ibn Hazm qala ra'ani Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ala qabrin. Faqala inzil anil qabri la tu'zi sahibel qabri ve la yu'zik. Şey qabrdan. Qabrindagi kishiga azab olmagan, sana azab berib qo'ymisan debdi. Bu hadisni Imom Ahmad rivoyat qilgan, isnaduhu sahih. واحتج من أجاز القعود على القبر أتاس بلدو ديالله من دل قلدان أبو حنيفة مالك بما روي عن زيد بن ثابت أنه قال إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجلوس على القبور لحدث أو غائط أو بول taraf sunduruş ya çok kişi taraf koyuş şun toskan üstü oturuşun toskan bunu İmam Bukhari Seyyid'a muallak rivayet kılan hadis bu. Müşir rivayetin rical-i thiqat. Ama da nimo şu Bukhari muallak rivayet kıldı ki muhtasarrak rivayet kıldı. Demek bu şu rical-i thiqat şunun üçünden hasan dereceli hadis. قالوا ويؤيد ذلك ما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جلس على قبر يبول أو يتغوط فكأنما جلس على جمرة نار kimki qabrning ustida cho'ng kishi tarat qilish uchun o'tdasa xuddi bir cho'g'ning ustida o'tdagandek bo'ladi debdi. Bu ajroq hadis. Imom yondashtirib keldi mana. Hasan hadisga yo'lash uchun keldi. Va ila hada dhahaba Malik va Abu Hanifa va Shafi'i. Shafi'i qandakilga Abu Hanifa Malikning mazhabi mushu. Hamda İmam Bukhari Seyyid'a İbn Umar radhiyallohu anhu'ning qabrining ustida o'tganligini rivoyat qilgan. Seyyid Bukhari'da bor. Undan ekan İbn Umar radhiyallohu anhu'ning ashun ustida o'tganligi bu o'sha Hanafi mazhabining qarashini, İmam Malikning qarashini kuchlantirdi. Demak, o'tirash maqsad qilingan hojatga o'tirash. Vallahu a'lam bis-savab va sallallohu ala sayyidina Muhammad va ala alihi va sahbihi va sallama tasliman katira va axiru da'wana alhamdulillahi robbil alamin. Kitab-ı Salat şundan ayaqlaşdı. Kitab-ı Zeka inşallah hayat ve sabah okuyamız.